ko'z yonidagi tirishlar mehribon, samimiy insonlarni belgilari hisoblanadi o'rtoqlar. Va ko'p o'ylanadigan, mas'uliyatli insonlarni o'rtasida xuddi shunday chiziqlar bo'ladi. Ko'p tashvish ko'rgan, hayot bosimdan iborat, asabiy insonlar, ichki bosimdan iborat insonlar tepasida, peshona tepasida xuddi shunday chiziqlar bo'ladi. Ichiga yutadigan, ko'p gapirmaydigan, his tuyg'usini doim ichiga yutib beradigan insonlarda labini oldida xuddi shunday chiziqlar bo'ladi. Va jag'da ostidagi chiziqlar esa sizga stress ko'p tushadigan, tishini kechqurun g'ichirlatadigan, doimiy tashvishda yuradigan, ichki bosimga ega insonlar jag'ini pastida xuddi shunday chiziqlar bo'ladi o'rtoqlar. Bu inson endi sizlar bilib oldilaring kim qanaqaligini, oddiy shu holatlardan ham bilib olsangiz bo'ladi insonni qanaqaligini. Chuqur nafas olish, stressni kamaytirish, rozmarin, qalampir munchoqlardan doimiy iste'mol qilish kerak. Video ma'qul kelgan bo'lsa, sizdan bitta like, kommentariyada shaxsiy fikringizni qoldiring, tanishlaringizni ulashga qo'yishni esdan chiqarmang.